Voy, bu ham bo'sh. Dilbar, qayerga qo'ygansan? Bu yerda eng kattasini ichida. Eng kattasida ham yo'q-ku. Qarab bor. Voy, bu nima hammasini olib tashladi. Shoshmay o'zim topib beraman. Buni ichida emas, buni ichida emas. Bularda yo'qmidi? Menga qara, shuncha cho'ka krem idishlarini nima qilasan? Qara, ko'pligini buni kengash ipninalariga boshqa idish topib bera qoling. Yo'q, kerak emas. Mana yaxshi turibdi-ku. Keyin agar men bu idishlarni tashlaydigan bo'lsam, u xafa bo'ladi. Voy. Uyni boshlab glos chiqqaniga 1 yil toshdi-ku. Ha, kechir, maqtamoqchi emasdim. Yoshligimda buvim To'xta. Menga ber. Bopladimmi? Burada endi qaysi bir joyga kremlar, endi qanday ajratamiz? Avvalambor har bir inson tejamkor bo'lish kerak bolam. Ichidagi shokoladni yeb, sen maza qilding. Idishini ishlatib, men maza qildim. Qani? Aytchi. Qaysi birida cho'ka krem bor? Bunda. Buvijon buni ichida igna bor ekan-ku. Ana. Ko'rinishga qarab baho berma. Ko'rinish aldamchi bo'ladi, qizim. Kelajakda insonlar bilan bog'liq bo'lgan ishlarda qaror qilishga shoshilma. Odamni olasi ichida bo'ladi. Tushundingmi, qizim? Voy, bolajonim. Lekin tejamkor bo'lgin, xo'pmi? Narsalarni isrof qilmagin. Bo'lmasam xafa bo'laman. Xo'p bo'ladi buvijon. Baxtli bo'lgin bolam. shundan beri cho'ka krem idishlarni yig'aman. Buni ichiga tugmacha solib qo'ymoqchiman. Buni ichiga lenta. Adashib ketmasligingiz uchun endi ustiga yozib qo'yaman. Xo'pmi? O'zimni tejamkor xotinim-da.